Hammani kelini chakchayni qoyillatib pishiradi. Sen esa zakaz qilaman deb o'tiribsan. Uyalmaysanmi? Tur o'rningdan. O'zim senga o'rgataman. 4 ta tuxumga 1 chimdim tuz va 1 chimdim soda solib, biroz ko'pirtir. Endi esa unni solib, o'rtacha xamir qor. Va yarim soat xamirni dam oldir. Xamir yoyishni ham eplolmas ekansan. Shuncha yildan beri qaynonangdan xamir yoyishni o'rgansang bo'lmasmidi? Erta-yu kech internetda o'tirishni qoyillatasan. Bir amallab yoygan xamirlaringni chiroyli qilib kesib chiq. Keyin yog'da qovuramiz. Birpas jim tur. Sen qoluding o'zi menga baqirmagan. Kelin zotiga hamma aql o'rgatishdan boshqasiga yaramaydi. Ha, mayli yig'olama. Sen chakchaklarni qovurguningcha men qiyomini tayyorlayman. 400 gram shakar, 250 gram suvni qaynatamiz, keyin ustidan 200 gram asalni solib, yana qaynatamiz. Endi hayit kuni seni ham hamma pazanda deb maqtaydi.